Çöçürünü birlik qilib yememey dostlar. Mana mağarandaki qo'rqib yeb bakinglar. Ta'mi ochiq chuchuk chiqadi ham nayt yeyishlik bir qatim yesangiz chuqumli yoqtirib qolsizlar. Qilish usulimi nayt oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqum o'rganasiz. Ham so'ginish boshlaylik. Avval qiyim qilishni boshlaylik. Piyoz bilan go'shtni nayt pushchoq qilib to'g'rab olgandan keyin ustiga oz miqdorda tuz, yarim qo'shiq sira, oz miqdorda qarmoch va suv qo'yib, ost ustini rosa aralashtirib tuz ta'mini tanishib olamiz. Ko'kot yoshlardan o'zimizning yoqtirishi bo'yicha qizil sabza, yango, ko'k qizil laza va ko'k burchaqlarni tayyor qilib oldik. Shaklini mana shunday pushchoq qilib to'g'rab olamiz. Arqadan qozonga muvofiq miqdorda may qo'yib, tayyor qilib olgan so'ng karlash go'shtini solamiz. Bunun bir neçini qo'rayotgandan keyin zanjil, so'ng piyozlarni solib, yana davomli qo'rib, sho'xlini solamiz. Davomli qo'rib, suyini to'g'ri chiqarib olib, sabza va yangoni solib, bunun bir neçini aralashtirib qo'rayotiblar. Navada chuchurning ta'mini texnik isil chiqarsam deydigan tuqqanlarimiz cho'ng ustamning sho'rpliq banshir testi qo'stin ish qo'shiq solib, yana davomli bir neçini aralashtirib qo'rayotgandan keyin ustiga muvofiq miqdorda suv qo'yib qaynatib olamiz. Endi chuchur tugalayli, chuchurning tugish usuli nihoyat nurg'un. Ko'rib misha kelgan tuqqanlarimiz, mening chuchur tugish usulim bilan sizlarniki o'xshamdikan, o'xshamamdikan. O'xshaydigan degan do'stlar bir raqamni, o'xshamaydigan degan do'stlar ikki raqamni yo'llab qo'yganda o'rtoqlashaylik. Gapimiz qaytib kelsa, sho'rpini rosa qaynatib, ta'min to'liq chiqarib, ko'k burchaq, ko'k qizil laza va qarmurlarni solib, orqadan tayyor qilib olgan chuchurimizni solamiz. Buni 3 minut atrofida qaynatiblar, qachqilib iste'mol qilsak bo'ladi. Ta'mi nihoyat o'zga chiqadi do'stlar. Burun usul bo'yicha qilavermay, ma usul bo'yicha bir sinab qilinglar, alohida yaxshi chiqadi. Ammo oxirida qo'llash nihoyat oddiy urug' tuqqanlar. Siz yurakdan birini besib, penlar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, bundan ortiq qo'llash bo'lmaydi. Kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.